Assalomu alaykum. Shaharlar o'z-o'zidan shakllanmaydi. Ularning ertangi qiyofasi bugun qabul qilinayotgan qarorlar, rejalar va yondashuvlarga bog'liq. Endi qurilishda shoshma-shasharlik emas, aniq qoidalar, raqamli nazorat va jamoatchilik fikri ustuvor bo'lishi kutilyapti. Kompleks qurilish, renovatsiya, yagona elektron reyestr, raqamli pasport, urbanizatsiyaning yangi kadrlari va xalqaro standartlar. Bu o'zgarishlar oddiy fuqaro hayotiga nimalarni beradi? Uy-joy bozori yanada shaffoflashadimi? Noqonuniy qurilishlarga haqiqatan ham chek qo'yiladimi? Bugungi suhbatimizda urbanizatsiya va uy-joy qurilish bozorini rivojlantirish milliy qo'mitasida bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar, islohotlar, ularning natijalari va kelgusi rejalar haqida batafsil gaplashamiz. Studiyaga ushbu milliy qo'mitaning mas'ul xodimlarini taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Dastavval mana shu alohida qaror qabul qilingandi. Mana shu qarorda 6 ta hududda kompleks qurish loyihalarini amalga oshirish vazifasi belgilangandi. Bugun bu loyihalar qaysi bosqichda amalga oshirilyapti? İlk natijalari haqida nimalar desak bo'ladi? Qanday bir ma'lumot bersak bo'ladi? Assalomu alaykum yana bir bor. Avvalambor davlatimiz rahbarining 73-sonli qarori bilan 6 ta hududda, ya'ni Samarqand viloyatining Samarqand shahri, Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahri, Namangan viloyatining Namangan shahri hamda Toshkent shahrining Sergeli, Yashnobod hamda Mirobod tumanlarida kompleks qurish loyihalarini amalga oshirish uchun hududlar tanlab olingan. Jamoatchilik fikrini o'rganish ishlari tizimli ravishda olib borilmoqda. Ya'ni o'sha hududda yashovchi aholining fikri avvalambor biz uchun muhim ekanligini biz tushunib oldik. Ya'ni ularga o'zi nima kerak? Ular qanday sharoitlarda yashashni o'zi xohlaydi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirish uchun developerlar, ya'ni tadbirkorlar fikrini ham o'rganish muhim ahamiyat kasb etishini biz tushundik va bu bo'yicha tegishli ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Har oyda kamida 5-6 marta hududga bir qiziqish bildiruvchi, qurilishni amalga oshiruvchi developerlar o'sha tadbirkorlarni bilan suhbatlar olib bormoqda. Ularning fikri o'rganilmoqda. Qanday to'siqlar mavjud bo'lishi mumkin ekanligi o'rganilmoqda. Ularni bartaraf etish bo'yicha tizimli ravishda ishlar tashkillashtirib, jadal bir suratlarda olib borilmoqda. Lekin bir narsani unutmasligimiz kerak, qurilishni boshlayotgan paytda tezkorlik, shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni arzimagan bir narsalar orqali ham qurilish to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun ham urbanizatsiya milliy qo'mitasi ushbu vazifalarni amalga oshirib bormoqda. Misol uchun master rejalar ishlab chiqilmoqda. Samarqand viloyatida, Qashqadaryo viloyatida o'sha 6 ta hududda ham master rejalar ishlab chiqilmoqda va ular jamoatchilik fikrini o'rganish uchun jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmoqda. Jamoatchilik bildirgan fikrlar asosida master rejalarga tegishli o'zgartirishlar kiritib borilmoqda. Hududni o'zi tanlash nima degani? Hudud tanlagan paytda biz avvalambor uning bir kommunikatsiya tarmoqlarini ulashda bir ulashda muammolar bo'lmasligi, ya'ni ularning mavjud ekanligi, ularni olib kelishda, o'rnatishda hech qanday bir to'siqlar bo'lmasligini o'rganmoqdamiz. Kompleks qurilish haqida gapiryapmiz-da. Kompleks qurish deganda nimani tushunamiz endi? Faqat turar joyini tushunamizmi, infratuzilmami, to'laqonli qanday bir bu majmuani, qanday bir va holatni bir to'g'ri savol berdingiz Farhod aka. Avvalo mana shu kompleks qurilish nima ekanligini jamoatchilikka tushuntirsak yaxshi bo'ladi. Mana shu paytgacha ham Toshkent shahrida ko'p qavatli uylar qurilgan, aholi uchun, mana tadbirkorlar tomonidan va boshqa tashabbuskorlar tomonidan qurilgan, lekin uni ko'p jihatlariga e'tibor qaratilmagan. Uy-joy qurilgan, maktab yo'q, uy-joy qurilgan, shifoxona yo'q, uy-joy qurilgan, ta'lim muassasalari, bog'cha, aholi uchun kerak bo'ladigan zarur infratuzilma yaratilmagan. O'shaning uchun prezidentimiz alohida qarorlari bilan shu narsaga birinchi navbatda namunaviy tarzda shu milliy qo'mita shuni amalga oshirish vazifasi belgilab berildi. Mana shu boya sanab o'tilgan 6 ta hududda kompleks qurilish loyihalari amalga oshiriladi. Bu hududda o'sha ko'p qavatli uy-joylar bilan birgalikda bugun eng muhim dolzarb masala bo'lgan ekologik talablar asosida yashil hududlar belgilanadi. Aholi o'sha hududda yashab, o'sha yashil maydonlarda, ekobog'larda bemalol sayr qilish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu joyda maktablar, alohida aholini sonidan kelib chiqib qancha aholi yashaydi. Bundan tashqari ta'lim muassasalari, ya'ni bog'chalar, shifoxonalar va boshqa maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etiladi. Ikkinchi masala, bu hudud uchun alohida o'sha zarur infrastruktura yaratiladi. Misol uchun o'sha kanalizatsiya tarmoqlari deymizmi, elektr tarmoqlari, barcha tarmoqlar mana shu hudud uchun mo'ljallab alohida tortiladi.
nima uchun mana elektr bilan bog'liq ko'p muammolar haqida bugun ijtimoiy tarmoqlarda ham, ommaviy axborot vositalarida ham ko'p yozilyapti, shaharda ham. Buni mana yangi energetika vaziri ham alohida aytdi, chunki mana shu nuqtali qurilishlar. Deylik, o'sha mavjud 4-5 ta ko'p qavatli uyni yoniga bo'sh hududga yana 3-4 ta uy quriladi va buni natijasida o'sha elektr tarmoqlariga, kanalizatsiya tarmoqlariga bosim oshishi natijasida turli xil elektr energiyasida ham uzilishlar va boshqa tarmoqlarda ham uzilishlar va pirovard natijada odamlarning noroziligiga sabab bo'layotgan edi. Endi mana shu kompleks qurilish hududlarida amalga oshirilayotgan loyihalar natijasida mana shunaqa muammolarni oldi olinadi. Aholi uchun birinchi navbatda qulay, yaxshi, boya aytganimizdek ekologik talablar asosidagi sharoitlar yaratiladi. Renovatsiya juda ham dolzarb masala. Mana shu renovatsiyani amalga oshirishda aholini manfaatlarini himoya qilish, uni roziligini olish, jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish bo'yicha qanday bir mexanizm ishlayapti? Renovatsiya o'sha kompleks qurilish doirasida. Kompleks qurilish doirasida tanlangan hududlardagi aholining fikrlari o'rganilmoqda. Avvalambor ularning huquqlari davlat himoyasida hisoblanadi. Ya'ni ularning roziligini olgan holda shu kompleks qurish loyihasi amalga oshiriladi. Ya'ni 80% aholining roziligi olinadi va qolgan 20% ning ham roziligi olinadi. Juda muhim masala-da, juda muhim masala hisoblanadi bu. Ularning roziligini olgan holda oldingi holat va keyingi holatni ya'ni biz ko'rsatib beramiz. Ya'ni qanday edi-yu, qanday bo'ladi. Boya aytib o'tildi, kompleks qurish loyihasida o'zi nima deganda, aholi yashayotgan joyda ko'chaga tushgan paytda faqatgina parkovka yoki bir yo'lni ko'rish kerak emasda, u tushgan paytda faqat yashil bog'lar, bolalar o'yingohlari. Keyin shu darajaga olib borishimiz kerakki, aholi o'zining farzandlarini maktabgacha ta'lim muassasalariga yoki maktablarga yuborayotgan paytda bir qiyinchilik ko'rmasligi kerak. Ya'ni o'sha hududning sig'imiga qarab turib ijtimoiy soha obyektlari ham barpo etiladi. Bularning barchasini to'g'ri tushuntirib bera olish orqali biz aholining roziligiga erishamiz. Endi mana shu Farhod aka bitta qo'shimcha, mana shu qaror asosida bu aytganimizdek kompleks o'sha hududlarda, kompleks rivojlantirish hududlarida alohida rejim amal qilyapti. Ya'ni tartibga solish qumdoni degan prezident qarori asosida alohida rejim amal qilyapti. Bu nima degani? Bu degani o'sha loyihalarni boshlashdan oldin avvalo o'sha aholini 80% ning roziligini olish, boyaga aytgandek. Undan tashqari ham qolgan aholi bilan ham mana investitsiya kompaniyalari muzokara o'tkazadi. Albatta ularning uy-joyi ham shu bozor bahosida, hozir amalda qancha baholanadigan bo'lsa, bozor bahosida baholanib, ularga demak takliflar beriladi. Masalan, pul kompensatsiyasini olishi mumkin yoki o'sha hududdan o'ziga ma'qul uy-joy olishi mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nima uchun aynan o'sha hududlarda, demak, o'sha kompleks rivojlanish hududlarida ham renovatsiyaga tushgan binolar bor deyishingiz mumkin. Chunki ataylab tanlab olinganki, o'sha hududlardagi aholini yashash sharoiti og'ir edi. Masalan, Samarqand shahridagi o'sha Nurli yo'l mahallasida odamlar juda ham qiyin sharoitlarda, hattoki avtomashina kirib bora olmaydi. Misol uchun, agar bir yong'in bo'ladigan bo'lsa, o'sha yong'in o'chirish mashinalari o'sha xonadongacha kirib bormaydi. Juda ham tor, demak, antisanitar holatda yashash ahvoli juda ham og'ir mahalla. Mana shu mahallani demak, birinchi navbatda obod qilish. O'sha hududlarda ularga kompensatsiyalar to'lab berildi. Hozir aksariyat qismi roziligi olinib, aksariyat masalan Samarqandda hozir ishlar jadal ketyapti. Aholining roziligini olib, o'sha hududda endi agar o'sha aholi o'sha hududdan uy-joy tanlaydigan bo'lsa, o'sha o'zini mahallasida yashaydi birinchi navbatda, o'sha qo'shnilari bo'ladi atrofda. Boyagi aholining mana shu tomonlarini hisobga olinish kerak, chunki bitta joyda yashagandan keyin qo'ni qo'shni bo'ladi, qarindosh urug'i bo'ladi, boshqa hududga ketishni xohlamasligi mumkin. Boya yuqorida o'shaning uchun birinchi navbatda tanlaydi va ularga shu boya aytganimizdek kompleks qurilish loyihalari doirasidagi barcha sharoitlar yaratib beriladi. Nuqtali qurilish haqida gapirdingiz. Uzoqqa bormaylik, ijtimoiy tarmoqda bu muhokama bo'lib yotibdi. Toshkent shahri Mirobod tumanida. Tadbirkor renovatsiyaga tushirgan uyini, hattoki uni aholini roziligini ham qilmagan, to'liq to'lovini qilmagan, 20 etajli dom qurib tashlagan, hech qanaqa hujjat yo'q. Mana jinoyat qo'zg'atilgan haqida xunuvozar idoralar tomonidan. Bu holatlarning kelib chiqish sababi nima deganda? Bu kompleks qurish bilan qanday bir bog'liq joyi bor? Umuman bu qanday bir tizim bilan bu narsa tartibga solinadi? Aynan mana shunday holatlarning oldini olish maqsadida Urbanizatsiya milliy qo'mitasi oldiga bir maqsadlar qo'yib olgan. Har bir qurilishni boshlashdan oldin barcha kerakli bo'lgan hujjatlarni tayyorlash, ya'ni tayyor yer holatiga keltirish. Ushbu
tayyor yer holatiga keltirish uchun 73-sonli qaror bilan o'sha har bir hududda investitsiya kompaniyalari, hududiy investitsiya kompaniyalari tashkil etildi. O'zlari aholining roziligini oladi, tegishli o'sha hujjatlarni rasmiylashtiradi, hamma hujjatlarni tartibi bilan belgilangan tartib asosida tayyorlaydi va tadbirkorlar, ya'ni developerlar bilan hamkorlikda ishlarni amalga oshiradi. Mumkin emas o'zi bunaqa qurilish qilish, hujjat qilmasdan turib imorat qurishi, masalan 20 etajli domni qurishi qancha odamni xarobom qiladi, firibgarlik hamda, masalan hujjati bo'lmasa, ertaga pulini olsa odamlarni. O'zi urbanizatsiya o'zi nima degani? Bu shaharlashtirish, ya'ni u shaharning bir dizayniga ham har bir qurilayotgan bino to'g'ri kelishi kerak. Misol uchun, siz aytayotganda 20 qavatlik ko'p qavatli binolar qaysi bir hududlarda 20 qavat past bo'lishi mumkin yoki qaysi bir hududlar uchun juda baland bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'rkiga ham ta'sir qilmasligi lozim. Kim ruxsat beradi o'zi qurilishga o'shalar? Va nazoratini kim olib boradi? To'g'ri savol ko'taryapsiz Farhod aka. Haqiqatan ham bugun ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida buni muhokamasini ko'p ko'ryapmiz. Haqiqatan ham prezidentimiz darajasida bu masalaga e'tibor berilyapti. Chunki ko'p joylarda mana odamlar norozi bo'lishi, ba'zi holatlarda pul to'lagan fuqaro uyini ola olmasligi holatlari. O'zi mana aslida qaraydigan bo'lsak, urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasini tashkil etishdan ham sabab jamiyatdagi, bozordagi, hayotdagi mana shu uy-joy siyosatidagi mana shu muammolarni sekin-sekin bartaraf qilish, demak, huquqiy bazamizni takomillashtirish masalasi. Boya aytib o'tdingiz, endi qanaqa bo'ladi? Mana bunaqa odamlar norozi bo'lmaydimi degan ma'noda. Mana shu 6 ta tashkil etilayotgan kompleks rivojlanish hududlarida demak, yerlar tadbirkor uchun tayyor shaklda beriladi. Uni o'sha maxsus investitsiya kompaniyasi borib aholi bilan muzokara o'tkazadi, uni kompensatsiyasini to'laydi, hamma sharoitni qilib beradi. Qurilish kompaniyasi aholi bilan gaplashmaydi. U bilan boyagiga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlarda chiqqanga o'xshagan muammolar bo'lmaydi. Ular borib tayyor yerda, tayyor demak loyiha bo'ladi, master rejalari tasdiqlanadi, hudud ertaga qanday rivojlanadi, mana shu belgilangan holatda qurilishda amalga oshiriladi. Bu birinchidan bu muammolar yechiladi. Ikkinchi masala, mana shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonunimiz qabul qilindi. Bu qonun juda ham muhim, aynan mana shu sohadagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan. Bu aytganingizdek, aholini norozi qilib, fuqaroni o'zini u mulk huquqi konstitutsiya bilan belgilangan. Uni hech kimning haqqi yo'q, uni uydan chiqarishga yoki uyini sababsiz, so'roqsiz buzilishiga. Mana shu qonunda ham 3-4 ta yo'nalish belgilangan, ya'ni aholini birinchi navbatda 80% rozi bo'lish kerak mana shu hududda demak qurilish qilishga mahallada. Ikkinchi masala, boya aytganimizdek, uni kompensatsiyasi u joyda 3-4 ta masala belgilangan. Agar men shu hududda yashayman, mana shu uydan olaman desa, uni qurilish kompaniyasi uni ijarasini ham to'lab beradi. Masalan, 2 yil davomida belgilanadi, ijarasini to'lab beradi. Bundan tashqari pulli kompensatsiya bo'lishi mumkin. Undan tashqari o'sha joydan uy olishi mumkin va 3-4 ta boshqa yo'nalishlari ham bor. Keyingi masala, buni ham aytib o'tishimiz kerak. Hozirgi kunda juda ham bir muhim qonun loyihasi qabul qilinyapti, ishlab chiqilyapti. Milliy qo'mita va boshqa tegishli vazirlik, idoralar, Markaziy bank, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi bu o'sha ulush kiritish asosidagi uylarni demak sotib olish tartibini belgilaydi. Ya'ni escrowni tartiblari belgilanyapti. Bu nima degani? Mana o'tgan 10-iyun kuni prezidentimiz huzurida o'tkazilgan taqdimotda ham shu narsa alohida aytildiki, birgina o'tgan yilning o'zida 3000 ga yaqin fuqaroga 668 milliard so'mlik zarar keltirilgan. Ya'ni oddiy qilib aytganda, fuqaro o'zi odam bunday olib qaraganda bir umri davomida bir marta yoki 2 marta uy olishi mumkin-da. Mana o'rta aholi qatlamlari. Demak, o'shanaqa holatda uyga pul to'lagan fuqaro uyini ola olmayapti, demak quruvchi kompaniya nopok bo'lib chiqyapti, qochib ketyapti yoki qaysidir holat bilan bankrotga uchrayapti. Bu asosan mana shunaqa qurilish bozorining rivojlanganligi va qurilish kompaniyalarining soni ko'paygani bilan bog'liq. Endi bugungi bozor sharoiti, bugungi sharoit shuni talab qilyaptiki, endi buni qonun bilan tartibga solinishi kerak. Ya'ni escrow degani bu oddiy so'z bilan tushuntirganda, fuqaro bu demak uy-joy sotib olish uchun pulni birinchi navbatda bankka to'laydi. Bank uni himoya qilib turadi. Tadbirkorga bank o'sha aholi hisobidan yig'ilgan pul hisobidan eng past foizlarda mablag' beradi, pul beradi. Qurilish uchun. Qachonki tadbirkor uyni bitiradi, masalan 1,5 yilmi, 1 yilmi, 2 yilmi uyni bitiradi, hamma kadastrlari qilinadi, hujjatlari tayyor bo'lgandan keyin xonadon egasiga kalish topshirilgandan keyingina xonadon egasining roziligi bilan
o'sha bu to'lagan mablag'lar demak quruvchiga o'tkazib beriladi. Muhtaram ishtirokchilar, mana qaror haqida gapiryapmiz. Qarorda ham alohida mana shu shaffoflik, qurilishdagi shaffoflik va raqamlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan-da. O'z navbatida yagona identifikator va qolaversa raqamli pasport siz qurilishga ruxsat berilmasligi ham qayd etilyapti-da. Bu qanday muammolarni bartaraf etadi? Bu tizimni ishga tushishi. Demak, urbanizatsiya uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tomonidan hozirgi kunda uy-joy raqamli platformasi ishlab chiqilyapti. Mazkur platformaga ko'ra, demak, 2026-yil 1-oktyabrdan boshlab identifikatsiya raqami olmasdan qurilishni boshlash uchun ruxsatnoma berish taqiqlanadi. Bu nima degani? Qurilishda o'sha demak rejalashtirish bosqichidan, loyiha bosqichidan toki bitgunga qadar hammasi elektron shaklda bo'ladi. Bu qurilishga ruxsat olish, bu boyagi qurilishda master rejalarni tasdiqlashdan tortib toki o'sha uy egasiga yetib borgunga qadar raqamli nazorat amalga oshiriladi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, demak, urbanizatsiya milliy qo'mitasi bu yo'nalish bo'yicha hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasini ishlab chiqyapti. Qanday tartibda bo'ladi, nima bo'ladi? Masalan, buni tadbirkorlarga ham yetkazishimiz kerak. Qanaqa holatda bo'ladi? Buni boyagi tartiblarini belgilash ishlari amalga oshirilyapti. Bularning hammasi mana boya aytganimizdek, qurilish sohasidagi yuzaga kelib qolgan muammolarni, uy-joy sohasini rivojlantirishda yuzaga kelib qolgan muammolarni tizimli hal qilish. Birinchi navbatda huquqiy bazani mustahkamlash va amaliyotda boyagi muammolarni hal qilishga qaratilgan. Rejalar haqida gaplashsak, mana shu eski rejalar asosida qurilishlar ham kuzatilyapti-da, ilgari tasdiqlangan holatda. Bu chek qo'yiladimi endi bu masalalarga? Master rejalarni ro'yxatga olish, ularning ro'yxatini shakllantirish va ularni o'zida jamlash vazifasi ham milliy qo'mitaga yuklatildi. Ya'ni ular barcha tasdiqlangan master rejalarni o'zlarida jamlaydi va ushbu master rejalar asosida qurilishni ketishini monitoring qilib boradi. Ya'ni master rejadan chetga chiqish yo'q. Belgilangan tartib va chegaralar asosida qurilish amalga oshiriladi. Ushbu narsani monitoring qilib boradi. Ular bunga albatta hududdagi o'sha invest kompaniyalar orqali joyga chiqqan holda monitoring qilib boriladi. Eski rejalar ham bor-da, u tatbiq etilmaydi-da. Demak, master reja asosida ishlar amalga oshiriladi-da shunda. Rivojlanish ruxsat olingan holatlar bo'yicha o'zining tegishli o'sha me'yor belgilangan tartiblar asosida ruxsat olingan. Ular ham agar ruxsat olinmagan bo'lganda edi, bu noqonuniy qurilish bo'lardi. Ular ruxsat olgan, tegishli hujjatlarni shakllantirgan. Ular ham belgilangan tartib tamoyil asosida amalga oshirilmoqda. Endi mana Farhod aka, master reja mana shahar bosh rejasi bor, mana 883-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bilan qabul qilingan shahar bosh rejasi belgilangan. Misol uchun, qaysi hududda necha qavatli uy quriladi, kelajakda qaysi hudud rivojlanadi, qaysi yo'llar kengaytiriladi. Endi masalan o'sha har bir hudud bo'yicha master rejalar ishlab chiqiladi. Bu master reja nima degani? Bu hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishni bir rejasi desak ham bo'ladi-da. O'sha hududda deylik, misol uchun yillar davomida nimalar quriladi, qaysi hududda maktab qurilishi kerak, qaysi hududda ko'p qavatli uy qurilishi kerak. Misol uchun 5 yildan keyin aholi soni qancha bo'ladi, qancha misol uchun maktabga, bog'chaga talab bo'ladi. Demak, qancha ish o'rni yaratilishi kerak. Mana shu barcha iqtisodiy, ijtimoiy masalalarni qamrab olgan bir hujjat loyiha deyishimiz mumkin. O'shaning uchun master reja masalasiga alohida e'tibor berilyapti. Chunki ko'pincha mana shu nuqtali qurilishlarning sababi ham, nuqtali qurilishlarda ham muammosini bosh sababi master rejani yo'qligi. Chunki master reja yo'qligi uchun u borib boyagi bolalar maydonchasi uchun belgilangan joyga ham borib ko'p qavatli uy quryapti-da. Uni master rejasi yo'q, chunki unda maktab bormi, bog'cha bormi degan o'sha loyihasiga kiritilmagan. Sig'imi o'rganilmagan bo'ladi. Hech qanaqa boyagi ijtimoiy, iqtisodiy holati, ertangi taqdiri o'ylanmaganligi natijasida mana shunaqa muammolar yuzaga keldi. Muhtaram ishtirokchilar, kadrlar masalasida gaplashsak, kadrlar va sohada innovatsiyalarni tatbiq etish masalasi bu albatta juda ham muhim. Buni qanday bir yechimi ko'rsatib o'tilyapti. Milliy qo'mita yangi bir tuzilma masalanda. Yangi bir institut sifatida hayotga tatbiq etilyapti. Vazifalar juda katta vazifalar qo'yilgan. Bu sohada mana islohotlar kechayapti. Marhamat. Prezidentimiz huzurida o'tkazilgan yig'ilishda ham bu masalaga urg'u berildi. Mana prezidentimiz 252-sonli qarorda bu o'zini aksini topdi. Toshkent arxitektura qurilish universitetida zamonaviy urbanistika va
aglomeratsiyalarni boshqarish alohida fakulteti tashkil qilinyapti. Shu paytgacha bo'lmagan, aynan urbanistika, shaharsozlik sohasida mutaxassislar tayyorlanmagan. Bundan tashqari alohida yana bitta demak texnikum tashkil qilinyapti. Bu urbanistika va kadastr sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash. Demak, bu demak texnikumda o'rta yo'nalishdagi mutaxassislar tayyorlanadi hamda oliy ta'limga yo'naltiriladi. Bu arxitektura va qurilish universitetida. Yaqinda oliy ta'lim vazirligi tomonidan aynan mana shu yo'nalishga ruxsat berildi, qabul kvotalari ochildi. Demak, magistratura yo'nalishida mutaxassislar o'qib, bu yo'nalishni rivojlantirish mumkin. May oyida Bakuda alohida forum bo'ldi, urbanizatsiya forumi. Mana shu joyda ham ko'rdik. Xalqaro darajadagi mutaxassislarni qanchalik kerakligini, O'zbekistonda bu sohani rivojlantirish qanchalik muhimligini. Demak, o'sha qarorda yana bitta masala alohida ta'kidlab o'tildiki, demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining alohida uy-joy yo'nalishi bo'yicha shug'ullanadigan UN Habitat degan yo'nalishi bor. Birlashgan Millatlar Tashkilotining mutaxassisi ham qo'mitada ish boshlashi rejalashtirilyapti. Bu demak, qaror bilan mustahkamlandi. Qo'mitada ish boshlab, demak, xalqaro miqyosida uy-joyni rivojlantirish, o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qamrab olish, uy-joylarni narxini arzonlashtirish, ya'ni odamlarni sotib olish qobiliyatini hisobga olish va boshqa yo'nalishlarda o'sha xalqaro tajribani o'rganish ham ko'zda tutilgan. Muhtaram ishtirokchilar, mana urbanizatsiya mamlakatimizda siyosatining yangi bir bosqichiga guvoh bo'lyapmiz. Mana Milliy qo'mitaning faoliyati ham bejiz emas, yuqorida ham aytib o'tdik. O'z navbatida Butunjahon urbanizatsiya forumiga mezbonlik qilish masalasi ham kun tartibiga ko'tarilyapti mamlakatimizda. Bu qanchalik haqiqat? Bu jarayon haqida qanday bir fikrlar aytsak bo'ladi bu yo'nalishda? Demak, buni boshlanishi boya aytganimizdek, shu may oyida Bakuda urbanizatsiya forumi o'tkazildi. Unda hurmatli prezidentimiz ham ishtirok etib nutq so'zladilar. O'sha forumda davlatimiz rahbari tomonidan bir nechta takliflar ilgari surildi. Demak, uy-joy bozorini rivojlantirish, umuman urbanizatsiyani rivojlantirish, urbanizatsiyaning qanchalik strategik ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidladilar va o'sha joyda taklif berdilarki, 2030-yilgi urbanizatsiya forumini biz mana ko'p gapiryapmiz, alohida bir shahar sifatida rivojlanayotgan yangi Toshkentda o'tkazish bo'yicha bir taklif berdilar. Demak, bu taklif nimadan kelib chiqdi? Bugun mana yangi Toshkentda alohida bir jahon standartlariga javob beradigan, hamma demak tomonlari qamrab olgan bir aqlli shahar qurilyapti, rivojlantirilyapti va mana shu masala demak qarorga ham kiritildi. Qo'mita mana shu masalani Birlashgan Millatlar Tashkilotiga demak biz tayyormiz deb mana shu yo'nalish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqiladi va qanday amalga oshiriladi? Demak, nima tayyorgarlik ko'rish kerak? Albatta, u urbanizatsiya forumida mana biz borib qatnashib keldik. Demak, 50 mingga yaqin mutaxassis ishtirok etadi. Shu darajada ko'lami keng, yuzlab mamlakatlardan mutaxassislar ishtirok etadi. Yevropadan boshlab, Afrikadan boshlab, dunyoning hamma hududlaridan deyarli mutaxassislar. 10 ga yaqin davlat rahbarlari qatnashdi. Xuddi shunaqa saviyada, xuddi shunaqa darajada o'tkazish uchun bizga ham juda ham katta tayyorgarlik talab etiladi bu masala. Va eng muhimi, biz yangi Toshkentni o'sha demak 2030-yilgacha aholi uchun ko'rsatadigan sharoitda hozir mana jadal ish ketyapti va eng asosiy masalalardan bittasi bu yangi Toshkent 15 daqiqalik shahar tamoyili asosida qurilyapti. Siz 15 daqiqada hamma hududga yetib olasiz. Maktabi bo'ladimi, bog'chasi bo'ladimi? Demak, barcha infrastruktura yer ostidan o'tkazilyapti, elektr simlari, misol uchun oddiy bitta misol tariqasida tushuntiradigan bo'lsak va mana shu hamma kompleks masalani biz demak jahon jamoatchiligiga ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lamiz bu forum orqali. Prezidentimiz qarorlari haqida so'z yurityapmiz. Urbanizatsiya va uy-joy siyosatida yangi bir bosqichdagi vazifalar yuklatilyapti ushbu hujjatlar orqali-da. Qanday chora-tadbirlar ko'rilyapti? Bunga ayni paytda nima o'zgarishlar bo'lyapti? Umuman aholiga mamlakatimizdagi bu yo'nalishdagi davlat siyosatidagi bir o'zga xoslikda qanday namoyon bo'ladi amaliyotda, masalan? Buni ijrosi nuqtai nazaridan. Marhamat. Urbanizatsiya u bir shaffoflikni bir ko'rsatib beruvchi bir soha hisoblanadi. Aytib o'tilgandek 6 hududda amalga oshirilayotgan o'sha kompleks qurish loyihalarida ko'rishimiz mumkin. U yerda ham tadbirkorlarning, ya'ni developer, ya'ni tadbirkorlarning ham aholining fikrlari to'liq o'rganib chiqilmoqda. Ularning xohishlari, misol uchun aholi qaysi sharoitda yashashi, nimani xohlayotgani o'rganilayotgan bo'lsa agar, tadbirkorga iqtisodiy jozibadorligi nuqtai nazardan qaralgan holda o'sha qurilish amalga oshirilgandan so'ng uning daromadliligini o'rganib, tegishli bir fikrlarni eshitgan holda amalga oshirilmoqda. Urbanizatsiyaning 1% ga o'sishi
iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sha 1% ga o'sishiga olib keladi. O'zbekiston aholisi esa keyingi 15 yil ichida 38 milliondan 50 millionga yetishi prognoz qilinmoqda. O'sha statistika ma'lumotlariga asosan bu albatta O'zbekiston aholisining uy joylariga bo'lgan talabining oshishini yaqqol ko'rsatadi. Marhamat. Fikrlarimizdan bir Farhod aka xulosa qilish mumkinki, bugun urbanizatsiya masalasi bir strategik masalaga aylandi-da. Chunki mamlakatning rivoji, aholi sonining ko'payayotgani hammasi bu birinchi navbatda shaharlarimizni to'g'ri rejalashtirishimiz, aholi soni ko'paygandan keyin ijtimoiy sohalarga bosimning ko'payishi, tirbandliklar deymiz, yo'llarning kengaytirilishi va boshqa masalalar bilan bog'liq. Bu faqat Toshkent shahri emas. Mana urbanizatsiya qo'mitasi mana Samarqand, Farg'ona, Qashqadaryo umuman barcha hududlarda urbanizatsiya jarayonlarini bir xil rivojlantirish va bu aytganimizdek strategik masala. Haqiqatan ham urbanizatsiya darajasini biz kelgusida 65% ga ko'tarishni rejalashtiryapmiz. Bu degani 1% urbanizatsiya ko'tariladigan bo'lsa, iqtisodiyotimizdan 1% ga ko'tarilishi kerak. Bu mana shu masalalar nafaqat aholini uy-joy bilan ta'minlash, bu demak tadbirkorlikni rivojlantirish, hududlarda infratuzilmani yaratilishi va pirovard natijada shaharlarimizni bir tekisda rivojlanishi hamda aholimiz uchun qulay sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi. Qator qonun loyihalari, hujjat loyihalari ishlab chiqilyapti. Xudo xolasa bu maqsadlarga erishamiz. Rahmat muhtaram ishtirokchilar. Mamlakatimizda mana shu urbanizatsiya, uy-joy siyosati bo'yicha mana yuqorida qayta ta'kidlab o'tyapmiz. Tizimli islohotlar amalga oshirilyapti. Buni hammasi mamlakatimizda aholiga qulaylik yaratish. Qolaversa, mana shu sohadagi tadbirkorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash asosiy kun tartibida turib, biz navbatdagi dasturlarimizda albatta ushbu mavzuga yana qaytamiz. Ishtiroklar uchun sizlarga tashakkur, faoliyatda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Katta rahmat. Rahmat. Aytadigan xulosaviy fikrlar, urbanizatsiya sohasida boshlangan islohotlar shunchaki yangi qurilishlar emas, balki shaffoflik, qonuniylik, zamonaviy yondashuv va xalq manfaatiga xizmat qiladigan yangi tizimni shakllantirishga qaratilgan. Eng muhimi, ertangi shaharlarimiz qanday bo'lishi bugun qabul qilinayotgan qarorlarimizga bog'liq. Demak, barqaror rivojlangan, qulay va yashash uchun munosib shaharlarni barpo etish barchamizning umumiy maqsadimiz. E'tiboringiz uchun rahmat.